Avvalgi dasturlarimiz orqali Kontent markazi qoshida Fikrlab yosh jurnalistlar klubi tashkil etilgani haqida xabar bergan edik. Ushbu klubga mamlakatimizdagi ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan 50 ga yaqin yosh jurnalistlar a'zolikka qabul qilingan. Odatdagidek shanba kuni Fikrlab yosh jurnalistlar klubining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu galgi uchrashuvda uzoq yillik tajribaga ega jurnalist, yangi media ta'lim markazi asoschisi Beruniy Alimov tomonidan mahorat darsi o'tkazildi. Hozir shu haqida 50 nafar yosh jurnalistlarni birlashtirgan Fikrlab loyihasi ishtirokchilariga o'z tengdoshlarining fikrlari bilan o'rtoqlashish, media treninglarda yangi saboqlarni olish, zamonaviy axborot texnologiyalari va kontent yaratish bo'yicha ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini bermoqda. Loyihaning ilk kunida klub a'zolari uchun ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritish va auditoriya bilan samarali aloqa o'rnatish sirlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Trening davomida yosh jurnalistlar jurnalistik etiket, kasbiy xatolar va so'z madaniyati kabi mavzularda chuqur bilimlarga ega bo'lishmoqda. Oldin sizni yaxshi ko'rib, keyin odamlar gapingizga quloq solyapti. Bugungi kunda shunaqa. Faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda ro'y berayotgan voqealarni tahlili shuni ko'rsatyapti. Ya'ni vizualga ko'proq e'tibor qaratishadi. Bundan tashqari intervyular olishda, reportajlar tayyorlashda ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolar ham muhokama qilindi. Odamlarimizda, ya'ni hozirgi auditoriyada, sizni davringizdagi auditoriyada klipcha o'ylash degan narsa kuchayib ketyapti. Clip thinking deydi inglizchasi. Ya'ni odamlar juda qisqa o'ylashadi va o'shaga moslashib qolyapti. Ayniqsa boya stories ko'rgan odamlar bor. Bundan tashqari, jamoaviy muhitni mustahkamlash va ishtirokchilar o'rtasida hamjihatlikni oshirish maqsadida qiziqarli interaktiv o'yinlar ham tashkil etildi. Zarnigor Tolibova va Muhammadali Mamajonov ovozi informatsion dasturi uchun